Qadrli tomoshabinlar, studiyamizga ilk mehmonimiz tashrif buyurdilar. Ularni mamnuniyat bilan tanishtirib o'tsam, demak, mehmonimiz akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi Mirnosir Isroilov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Xush ko'rdik studiyamizda. Bugungi mavzuyimiz albatta bahor fasli yaqinlashib bormoqda va bu borada dehqonlarimiz, sohibkorlarimiz ish yumushlari sekin-sekin ko'payib boraveradi va dastlabki mana shu daraxtlarga shakl berishdan boshlasak, keyin qolgan savollarimizga o'tamiz. Mana shu mevali daraxt ko'chati. Adashmasam bu olxo'ri ko'chatimizni studiyaga olib kelganmiz. Mana bu tanlangan ko'chatimiz yangi bog' barpo etish uchun mo'ljallangan bir aholimizda yo xonadonlarimizda bog' barpo etish jarayonida nima jihatlarga ahamiyat berish kerak? Demak, shakl berish uchun mana tanlangan sog'lom ko'chat, yaxshi o'sib rivojlangan, birinchi borada tanlashga yaxshi o'sib rivojlangan, sog'lomligi hamda ildiz tizimi yaxshi rivojlanganligi. Mana xarid qilingan 1 yoshlik ko'chatimiz sog'lom. Undan keyin shakl berish. Demak, yangi bog' barpo etilayotganda, ekilganda to'g'ri shakl berishga alohida e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Dastlabki yilda o'zida mana hozir kesib ko'rsatamiz, qanaqa jihatlarga ahamiyat qaratish kerak. Ekishdan avvalgi jarayonni ko'rsatasiz. Albatta, mana birinchi navbatda mana shu qismidan demak kesiladi. Ikkinchi tartibda mana nisbatan bu balandroq. Uchinchi mana lider qismi bo'ladi. Bu kesish jihatiga ham ahamiyat berish kerak. Tashqi kurtakka qoldirib kesish kerak. Shox bu yoqqa o'tish uchun. Albatta. Agar ichkariga qarab kurtakka kesadigan bo'lsak, daraxtlarimiz tig'iz bo'lib, quyosh nuri yaxshi tushmasligi mumkin. Shamol yaxshi aylanmasdan zamburug'lik, demak, kasalliklarimiz rivojlanishi mumkin. Nimaga bunaqa ko'p kesilyapti? Hozir nazarimda teparoqdan olsangiz kerak deb o'ylagandim. Deyarli yarmida olib tashladingiz hozir. Albatta, dastlabki birinchi yillarida kuchliroq kesishga ahamiyat berish kerak. Bu o'simligimiz tuproqdan olayotgan oziq moddalarni o'ziga qabul qilib, hamda har bir kurtakdan novdalar o'sib chiqadi. Birinchi yilda kuchliroq kesib, o'simlikni yaxshi shakllantirishga ahamiyat qaratish kerak. Demak, tushunishim bo'yicha quvvat yetib borish uchun tepadagi shoxlarga yetib bormaslik ehtimoli bor, shuning uchun pastroqdan kesamiz. To'g'ri. Bu mayda shoxlarchi? Albatta, agar dastlabki yilda juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni olib tashlash ham mumkin. Bu kelajakda hosil shoxlarga aylanadi. Shu asosan hozir o'sib rivojlanishiga katta ahamiyat qaratiladi. Shuning uchun mayda, hosilli, ayrim paytlarda hosilli kurtaklar ham paydo bo'ladi ko'chatlarimizda. Shuning uchun ulardan hozircha olib tashlash mumkin. Tomir tarafdan kesilmaydi. Albatta, ekish jarayonida uch qismidan hamda shikastlangan agar tomirlar bo'ladigan bo'lsa, olib tashlash lozim bo'ladi. Demak, bu tayyor ekish. Tayyor. Shu payvon bo'g'ziga qarab, payvon yuqorida, yerning ustida 2 sm yuqoriroqda qoladi, hamda qolgan qismda yaxshilab tuproq bilan ko'mib, suv qo'yilib ekish amalga oshiriladi. Suhbatdan keyin agar ruxsat bersangiz, buni hovlimizga, ishxonani hovlisiga ekib qo'ysak. Albatta. Siz o'tirib olishingiz mumkin, keyin suhbatni yana davom ettiramiz. Marhamat. Keling, marhamat. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Hozir juda ham kerakli ma'lumotlarni bizga berdingiz. Yana bir savol bermoqchiman sizga. Aynan mana shu aytaylik, daraxtlarga shakl berishni muddat haqida gaplashsak. Qaysi vaqt mana shakllarni bergan yaxshiroq? Albatta, respublikamizda asosan kuz va bahor mavsumida shakl beriladi. Asosan ko'p jihati bahor mavsumida, chunki ayrim paytlari qish mavsumida turli xil anomal sovuqlar ko'p kuzatildi. Shu jihatdan shakl berish jarayonida agar kuzda shakl beriladigan bo'lsa, ayrim danakli asosan mevalarga sovuq urish natijasida ayrim novdalari, kurtaklari shikastlanishi mumkin. Shuning uchun bahor mavsumida, demak, daraxtlarimiz shira harakati deymiz, vegetatsiya boshlanishi, uyg'onishdan avval shakl berish jarayonlarini amalga oshirish lozim. Deyarli hozir respublikamizda barcha katta maydonlardagi bog'larda shakl berish ishlari amalga oshirilmoqda. Xonadonlarda albatta hozirgi kunda amalga oshirilmoqda shakl berish jarayonlari. Xonadondagi mevali daraxtlardan o'sha katta bog'lardagi mevali daraxtlarga shakl berishni farqi bo'ladimi? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz, chunki eshitganman, o'sha katta bog'lardan imkon boricha yerdan foydalanish maqsadida yon tarafdan ko'proq shakl beriladi, sababi quyosh nuri tushib turishi uchun. Shunday holatlar bo'ladimi? Albatta, bu meva turi, navi hamda ekish sxemasiga katta
sabab bo'ladi bu shakl berish jarayoni. Albatta bu yerda meva turida hamda payvanddagi navida. Chunki ayrim meva turlarimiz juda ham kuchli o'sadi. Misol uchun o'rik, gilos kabi meva turlarimiz kuchli bo'yli bo'lganligi sababli atrof muhitga ekosxemasi sal kengroq bo'ladi. Soya salqin bermasligi uchun o'zini maxsus shakl berish usullari bor. Demak, yarusli, kosasimon, ketma-ket usulda, veritino usuli deyiladi. Tik simbag'azli bu asosan intensiv bog'larda. Deyarli unaqa katta farq qilmaydi xonadonlarimizda hamda katta bog'larda. Faqatgina ekosxemasi meva turiga bog'liq bo'ladi. Yana bir narsani so'ramoqchiman. Ko'p e'tibor beraman. Kuz faslida ham shakl berishlarini kuzatamiz, lekin bahorda ko'proq bo'ladi. O'zi qaysi paytda shakl berish to'g'riroq daraxtlarga, qaysi paytda o'sha gap borku, danakli mevalarga iloji boricha shu bahorda shakl bergan ma'qul deyshadi. Qaysi bir to'g'ri o'zi? Albatta, yuqorida aytib o'tganimizdek, kuz mavsumida asosan urug'li mevalarimiz, demak olma, nok, bexa mevalarimizga ko'proq shakl beriladi. Asosan bahor mavsumida danakli o'rik, shaftoli, gilos, olxo'ri kabi mevalarimizga. Shu bilan birga viloyatlarning tuproq iqlim sharoiti relyefidan kelib chiqqan holatda ham hamda shimoliy hududlarimiz Qoraqalpoq, Xorazm viloyatlarimizda asosan bahor mavsumida barcha bog'larni shakl berish tavsiya etiladi, chunki qish mavsumida havo harorati keskin tushib ketishi natijasida kurtaklarda hosilli kurtaklar zararlanib qolishi mumkin. Hamda novdalarimiz yorilib ketish ehtimoli ham kuchli bo'ladi. Shu sababli bahor mavsumida ma'qul kesish tavsiya etiladi. Bir savol bermoqchiman. Aynan mana bahor mavsumi kelyapti. Biz intiqib kutgan bahor mavsumi desam mubolag'a bo'lmaydi, lekin biz qaysidir ma'noda baxtli insonlarmiz. Qishin yozin bizni yurtimizda mevalar bor, sabzavotlar bor, hammasidan bahramand bo'lamiz va aynan hozirgi kunda mevazorlarda, bog'lardan ko'proq hosil olish uchun qanday agrotexnik ishlar amalga oshirilyapti? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Albatta, bog'larimizda yuqori hosil hamda hosilni mevani sifatini yaxshilash bo'yicha bir qancha agrotexnik ishlarni amalga oshiriladi. Qish mavsumida ham yahob suvlardan foydalanamiz. Demak, yil davomida bog'larimizga ishlov beramiz. Qish mavsumida daraxtlar tinim davrida yahob suv beriladi, chunki yaxshi o'z vaqtida yahob suv berilganda qish mavsumida berilgan suv yahob suv deyiladi. Bahor mavsumida ob-havo qanday kelishidan inobatga olingan holatda suv beriladi. 60% gacha suvni o'z tuprog'ida qabul qilib, moy oyigacha sug'orish bemalol sug'ormasdan parvarishlash imkoniyati mavjud. O'z vaqtida. Shu bilan birga o'simliklar uyg'onishi bilan birga kimyoviy ishlov beriladi. Kimyoviy ishlov berish 2-3 marotaba iqlim sharoitini inobatga olib, ob-havoni inobatga olib kimyoviy ishlov beriladi 2-3 marotaba. O'z vaqtida kimyoviy ishlov berilganda, muddatida, me'yorida berilganda 60% gacha turli xil kasalliklarni oldini olish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga o'g'itlash, sug'orish, qatorlarni ishlov berish, shu kabi agrotexnik ishlarni o'z muddatida amalga oshirilganda ko'zlangan maqsadga yetiladi hamda sifatli hosil olishga erishiladi. Bilasizmi, ko'pchilik davlatlarga safarga borganimda, o'zim sayohatga borganimda birinchi o'rinda oldimga maqsad qo'yaman, bog'larni tomosha qilaman deb. Chunki har bir davlatda o'zining agrotexnologiyalari yaxshi rivojlangan bo'ladi va o'tgan yili Gruziyaga borgan vaqtimda aynan uzumzorlarda qilingan innovatsion g'oyalarni ko'rib, ana shu yerdagi namlikni ko'rib, ana shu yerdagi hosillarni ko'rib hayron qoldim va aynan Toshkent shahriga kelganimda o'zimizni ham bog'larimiz u yerdan qolishmasligini, sug'orish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilganligini o'zim ham ko'rib chiqdim. Hozirgi kunda yosh tadqiqotchilar tomonidan ham yaxshi innovatsion g'oyalar kiritilyaptimi shu sohaga? Albatta, har bitta akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti hamda viloyatlardagi ilmiy tajriba stansiyalarida hozir tahsil olayotgan tayanch doktorantlar tomonidan sohamiz oldida turgan bir qancha muammolarni ilmiy yechimi asosida tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan har bitta meva turiga alohida xodimlar biriktirilgan. Ushbu meva turini kelajakda oldida turgan muammolarni ilmiy jihatdan bartaraf etish bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borilmoqda. Hosildorlikni oshirish,
saqlash, qayta ishlash hamda kimyoviy ishlov berish, kasalliklarga qarshi kurashish hamda yangi navlarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hamda yuqorida aytib o'tganingizdek, chet davlatlarda ko'rgan bo'lishimiz mumkin, har xil meva navlarini yaxshi o'sib rivojlanayotgani. Respublikamizda ham undan ayrim jihatlardan ustunlik jihati mavjud. Lekin bizani quyoshli iqlimimiz Yevropa davlatlariga nisbatan bizdan yetishtirilgan mevalarimiz qand miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadi. Va juda ham mazali. Aynan bizning mevamizning ta'mi menimcha hech qayerda yo'q. Uzum haqida gapirdingiz, menimcha Oltiariqqa borib ko'rsangiz bo'ladi. Albatta. Uzumlarning konini qanaqa rivojlanayotganini. Albatta, Farg'ona. Agar vaqtimiz bo'lsa, rejissorimizdan iltimos qilamiz, savol berishga vaqtimiz bor. Shaxsiy savolim bor. Shaxsan hovlimda ko'p yildan beri daraxt ekyapman. Ko'p daraxt tutmayapti. Tut daraxtini ekdim, lekin o'sha baliq tut deyiladi, oq tut juda ham yaxshi rivojlandi, lekin qolgan mevalar ekaman, har yil ertasi keyingi yilga qurib ketyapti. Buni sababini qanday bilsam bo'ladi, nimadanligini? Birinchi navbatda tuproqni tahlil qilish kerak. Institutimiz bo'lim va laboratoriyasida birinchi navbatda bog' barpo etilayotgan katta hududlarda birinchi navbatda tuproq tahlili olinadi. Ushbu tuproqning pH-i, har xil makro elementlari tahlil qilinadi. Ushbu bog'da qanaqa kelajakda bog' barpo etish uchun tavsiya etiladimi, yo'qmi? Agar bog' barpo etilsa, qanaqa o'g'itlar bilan ishlov berish lozim? Birinchi navbatda ushbu jihatlar inobatga olinadi. Undan keyin ekish jarayonida ko'chat tanlashga yuqorida aytib o'tildi. Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti hamda viloyatlardagi barcha ilmiy tajriba stansiyalarida yetishtirilayotgan ko'chatlarni xarid qilinsa, yaxshi hosil beradi, yaxshi tutib ketadi. Ko'chat tanlashga ahamiyat qaratish lozim. Shu bilan birga ekish jarayonida ildiz tizimi yaxshi rivojlanmaganligi. Keyin shu bilan birga eng asosiy jihati shu yosh bog'ga sug'orish jihatiga ahamiyat berish kerak. Birinchi navbatda shu ekilgan yili tuproq iqlim sharoitini, ob-havoni inobatga olib 10-15 martagacha sug'orish talab etiladi. Demak, sabablari ancha talaygina ekan. Menimcha mutaxassis borib ko'rgani, joyiga chiqib albatta o'rganilsa, buni aniq bir sababi aniqlanadi. Katta rahmat. Siz bilan yana suhbatlashamiz. Bahor arafasida yoki bahor faslida albatta kelasiz. Chunki savollarimiz ko'p, muxlislarimiz ham savollari ko'p. Hozircha siz bilan xayrlashishimiz kerak. Rahmat. Assalomu alaykum.